Ko'pchilik qiladigan xato, hamma protseduraga ham anesteziya qilinmaydi. Anesteziya o'zi o'sha inyektsion protseduralarga asosan qilinadi. Mezoterapiya, berevitalizatsiya, masalan, gipergidrozga botulinli terapiya. Endi hozir biz anesteziyadan voz kechib, usiz ishlashga harakat qilyapmiz. Nimagaki, anesteziya, lidokain terini quritib yuborish xususiyatiga ega, terini quritib yuboradi. Siz kelyapsiz, yuzingizni namlantirmoqchisiz, berevitalizatsiya olmoqchisiz. Biz lidokain o'sha anesteziya surib qo'ydik, u kamida 20 minut turadi, kamida 20-30 minut turadi. Keyin yuzni namlantirishga protsedura olib ketdingiz. Nima bo'ladi? Teringiz qurib ketadi. Battar qurib ketadi. Shuning uchun biz bemorga tushuntiramiz, gaplashamiz patsient bilan. Keling, anesteziyasiz olamiz. Voy, chidolmayman, og'riqqa yo'qman deydi-da ko'pchilik. Chidasa bo'ladi, harakat qilamiz. Anesteziyasiz ishlashga oxirgi payt harakat qilyapmiz. Chunki anesteziya terini quritib yuboradi. Endi bo'ladi holatlar preparatga ham bog'liq. Preparatlar bo'ladi, og'riqsiz preparatlar bo'ladi yoki achishtirib oladigan preparatlar bo'ladi. O'shanda biz o'zimiz indamay o'zi surib qo'yamiz. Kerakli sohalarga, masalan, ko'z atrofiga mezoterapiya yoki berevitalizatsiya qilyapmiz. Ko'z tagida, demak, teri nozik bo'ladi, bu yerda yog' qatlamlar yo'q, shuning uchun og'riqli bo'ladi protsedura. Shuning uchun biz ko'z atrofiga anesteziya qo'yamiz. Обязательно. Gipergidrozga, masalan, botulinli terapiya qilyapmiz, anesteziya qo'yamiz. Ozgina og'riqli bo'ladi. Qo'lga mezoterapiya qilyapmiz. Teri yuqa, og'riqli bo'ladi, shuning uchun anesteziya qo'yamiz. Holatga qaraymiz har doim. Bo'ladi, ba'zilar juda ham sezuvchan og'riqqa ham, boshqa narsaga ham. Ularga qo'yish kerak, stress bo'lib qoladi ularga bo'lmasa. Bo'ladi, bilasizmi, ba'zi patsientlar umuman og'riq sezmaydi, indamay, miq etmay yotishadi. Protsedurani bemalol xotirjam qilib olasiz. Odamiga qaraymiz, patsientga qaraymiz, holatga qaraymiz, preparatga qaraymiz.